Ikki xonali, ikkinchi etajda joylashgan uyimiz sotuvga tayyor holatda. Birdaniga manzilni aytib o'tib ketaman. Shibayevada joylashgan Istanbul marketning yonginasida. Endi uylarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Uyimizga kirib kelish qismi, kirish bu yoqdan, eshiklari ham normalniy holatda. Kirganimizda to'g'rida birinchi xonamiz. Patologlari ham natejniy patolog bo'lgan, konditsionerlari bor. Eslatib o'taman, Shibayevada mana bunaqa kotyollari ishlaydi. Umumiy kotyol. Shuni yonginasida ikkinchi xonamiz joylashgan, mana. Tashqaridan mana yo'l ko'rinib turadi. Patologlarga rahmat qaratasizlar. Eshiklari ham chiroyli qilib oppoq eshiklardan qo'yilgan ekan. Xo'p, kirganimizda endi chap tomonda hojatxona remont bo'lgan. Ikkinchi xonasi sanuzellari, ariston qo'yilgan, santexnika ishlari bo'lgan. Tepada mana 500 litrli suv yong'oqlariga ham ega. Endi bu yoq proyekt bo'yicha oshxona qismi hisoblanadi. Oshxona balkonga mana ko'chirilgan. Mana oshxonamiz. Go'xin mebellari tayyor, gazlari ham ustanovka qilingan. Bu uyimizning narxini 430 million deyapmiz. Eslatib o'taman, uyimiz 2 xonali bo'ladi. G'ishli, polli uy bu. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishinglar mumkin.